Tadbirkorsiz, sotuv bo'limimizga CRM qo'ymoqchisiz va CRM kompaniyalar bilan qanaqa kelishishingiz kerak? Birinchisi, sizni biznesingizni o'rganib, sotuv jarayonlaringizni o'rganib, sizga mos bo'lgan CRM yechimlarini taklif qilyaptimi yokida shunchaki CRM qo'yib berish xizmatini sotmoqchimi? Ikkinchisi, CRM kompaniyani tajribasi. Ular avval qanaqa kompaniyalar bilan ishlashgan va ularga qanaqa yechimlar qilishgan? Shular haqida bilishingiz kerak. Uchinchisi, narx va berayotgan tijorat taklifi. Sizga narxni arzon qilib, lekin keyinchalik boshqa xizmatlaridan pul qilishi mumkin. Shuning uchun siz arzon narxga uchib qolishingiz mumkin. Shunda e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Menga CRM to'liq joriy qilingungacha qanaqa xarajatlarim bor, shuni menga podrobniy yozib ber deb talab qilishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi, sotuv xodimlaringizni o'qitishi va ularga video darsliklar tayyorlab berishi. Sizda sotuv xodimlari almashgan taqdirda ham sizda video darsliklar bo'ladi va shuni hisobiga sizda CRM doimiy tarzda ishlab ketadi. Beshinchisi, texnik qo'llab-quvvatlash xizmati bormi? Sizga albatta bu biznesingizga kerak, chunki CRM sistemasida har xil yangiliklar bo'ladi. Shu yangiliklardan boxabar qilib turish kerak bo'ladi. Har xil muammolar chiqqanda tezlik bilan hal qilib berish kerak bo'ladi. CRM va sotuv bo'limiga aloqador foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun profilimizga obuna bo'lib qo'ying.